bu video sizga maksimal foydali bo'lishiga javob beraman. Xuddi dugoningizdek men sizga tushuntirib beraman, nima qilishingiz kerak. Tozaroq, go'zalroq, shirin so'zroq, yaxshiroq bo'lishga qilgan urinishlarim battarroq yomon. Siz boshqalarni emas, ularga nima yoqishini emas, o'zingizga nima yoqishini o'rgansangiz, shunda yaratgan bilan to'g'ridan to'g'ri munosabat o'rnatgan bo'lasiz va o'sha qalbingizga yoqqan narsani qilishni boshlasangiz, yaratganni aytganini qilishni boshlaysiz va ana shunda o'zingizni sevishni boshlaysiz. Mana shu sevgi o'zingizga bo'lgan hurmat hisoblanadi. Siz juda ham suyukli ayolga aylanasiz. Assalomu alaykum azizlarim, xush kelibsiz kanalimga. Yangi kelganlarga tanishtiraman. Meni ismim Feruza va bu kanalda o'z hayotimdan olgan saboqlar, tajribalar, bilimlar, anglashlar va natija bergan texnikalar va rezultatlarim bilan bo'lishib boraman. Bugungi video ayollar uchun maksimal foydali bo'ladi. Chunki mana shu anglamagunimcha hayotimdagi og'ir yechimni javobini topa olmaganman. Nimaga men bilan bunaqa holat sodir bo'lyapti? Ya'ni bu video kimlar uchun foydali bo'ladi? Asosan o'sha oilada nimagadir jabrlanuvchi, hammadan gap eshituvchi, qadrlanmagan ayollar uchun juda ham foydali bo'ladi. Chunki 10 yil oldin mana shu narsa bilan shunaqa qiynalganman, umuman qadrsiz, oilada eng oxirgi o'rinda turgan va istalgan inson kelib tepib keta olishi mumkin bo'lgan inson edim. Va agar siz hozir o'sha meni o'rnimda turgan bo'lsangiz va nima qilishim kerak deb yechim topolmay turgan bo'lsangiz, bu video sizga maksimal foydali bo'lishiga javob beraman. Xuddi dugoningizdek men sizga tushuntirib beraman, nima qilishingiz kerak. Mana shu muammolaringizga yechim topish uchun. Chunki bu yo'ldan o'tib bo'ldim va o'zimning tajribamni foydali bo'lsin deb barchaga ayollarga bo'lishim kelyapti. Bularni hammasi qanaqa boshlandi? Men turmush qurganimdan keyin nimagadir o'zimni suyukli emasdek, umuman e'tibordan chetda qolib ketgandek, umuman hech qaysi gap inobatga olinmaydigan ayol sifatida, keraksiz inson sifatida his qilishni boshladim. Turmushimni birinchi oylaridanoq va nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga meni sevishmayapti deb birinchi insonlarni sevgisini qozonishga harakat qildim. Nima qilsam meni yaxshi ko'rishadi va ana shu meni yaxshi ko'rsinlar deb hammani ko'nglini olishga harakat qildim. Ya'ni hammaga yoqishga, ularni xohishini topib, chiroyliroq ko'rinib, xushbo'yroq bo'lib, chiroyliroq kiyinib, xullas nastroyeniyalariga qarab, kayfiyatlariga qarab yashashni boshladim hammani. Shunda men muhabbat, sevgiga ega bo'lsam kerak deb o'yladim. Lekin qancha yon atrofimdagi insonlarni ko'nglini olishga harakat qilib, har xil ovqatlar qilishni o'rganib, chiroyliroq, tozaroq, go'zalroq, shirin so'zroq, yaxshiroq bo'lishga qilgan urinishlarim battarroq yomon, battarroq yomon natijalarni olib kelaverdi. Men umuman tushunmay qoldim, nima qilishim kerak. Shtobi insonlar meni ham to'g'ri, qadrlab, yaxshi qabul qilishni boshlashlari uchun umuman tushunmadim. Bu qanaqa ishlaydi bu sistema, nimaga meni yomon ko'rishyapti? Shuncha harakatim xuddiki yo'q, baribir men oilada yomon insonga aylanib qolaverdim. Va mana shu masalada birinchi men izlashga kirishdim. Izlashga kirishib, o'qimagan bu temada kitobim, eshitmagan podkastim, eshitmagan psixolog qolmadi. Shuning uchun bu video sizga shunaqa ham muhim, kerak bo'lgan video bo'ladi. Inshaalloh bu yerda javobini topasiz.
Hamma tarafdan izlashni boshladim shu savolimga javob. Nega shuncha harakat qilsam ham meni sevishmayapti? Va u yerda o'zingni sev, shuning uchun seni sevishmayapti, u qil, bu qil, har xil maslahatlar chiqishni boshladi. Turmush o'rtog'ingga yoqishga harakat qil, bunday qil, kelgan vaqt mana bunaqa gapir, u qil. Hammasini imkon qadar maksimalni bajarishga harakat qildim, lekin tashqi olamda battarroq natijalar ko'rib, umuman chidolmasdim. Nima qilishim kerak? Allohim, menga yechim ber, men charchadim, chidolmayman bunaqa hayotga. Va chuqur o'rganishlarim natijasida bittagina yechim topdim men. Bitta yechim. Ya'ni toki ayol siz o'zingizni sevmagunizcha, o'zingizni hurmat qilmagunizcha va o'zingizga nima yoqish, nima yoqmasligini bilmagunizcha hech kim sizni sevmaydi, hech kim sizni hurmat qilmaydi. Qilgan barcha harakatlaringiz bir pulga aylanadi. Endi sizda savol tug'iladi. Xo'p, men ularni sevgisini qozonish uchun qiladigan harakatlarim befoyda ekan, unda men o'zimni qanaqa qilib sevishim kerak? Qanaqa qilib hurmat qilishim kerak? Ularni muhabbatiga erishish uchun degan savolingizga javob berishim yaxshiroq bo'ladi. Xullas, ayol oilada o'zini sevishi kerak. Ayol o'ziga savol beradi, menga nima yoqadi, menga nima yoqmaydi, nima ish qilsam mazza qilaman, nima ish qilsam bosim ostida o'zimni majburlab qilayapman, xarakterim qanaqa meni, ya'ni o'zingizni ichingizga qarab, o'zingizni o'rganishingiz kerak. Menga insonlar qanaqa muomala qilsa, bu men uchun norma, qanaqa munosabatlar men uchun norma emas. Men qanaqa munosabatni ko'tara olmayman. Siz o'zingiz aniqlab olishingiz kerak. Va bu xohlasangiz yozib aniqlab oling. Mana shu qoidaga asosan shart yaratasiz. Bu birinchi o'sha shaxsiy chegara. Ya'ni siz bilan istalgan odam istalganicha muomala qilishiga haqqi yo'q. Ya'ni qo'l ko'tarishga, baqirib gapirishga, jirkishga, bosim o'tkazishga haqqi yo'q. Ana shunaqa muomalaga men ko'nmayman. Menga bu muomala to'g'ri kelmaydi. Meni bu tushkunlikka olib kiryapti, kasal qilyapti. Bunaqa muomala bo'ladigan joyda cho'kayotganingizni sezyapsizmi, o'solmayapsizmi? Demak, bunaqa muomalani ko'tara olmaysiz. Mana shu narsalarni ajratib olishingiz kerak. Birinchi qadamingiz o'zini sevish, bu shaxsiy chegaradan boshlanadi. Ya'ni qattiqroq munosabat qilishni boshlashganda siz aytasiz, menda mana shu qilgan munosabatingiz og'riyapti, meni qalbim og'riyapti, shunaqa munosabat qilishni to'xtating deb aytishni o'rganasiz. Agar siz insonlarni uzoq vaqtdan beri bemalol sizga bosim o'tkazib, urib gaplashishga o'zingizni o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz, ularga ruxsat berib qo'ygan bo'lsangiz, ular bir martada tushunishmaydi. Chunki aslida bir marta inson shunaqa bosim o'tkazib yoki qo'li bilan o'sha turtib, urib, yomon munosabat qilib gapirganda bir marta chegara qo'ymadingizmi, o'sha inson battar muomala qilishni boshlaydi. Asta-asta bu narsaga ko'nikib qolasiz, xuddiki bu normaga aylanib qoladi. Mana shunaqa narsalarga ruxsat bermang. Chunki o'zini yaxshi ko'rgan, o'zini hurmat qilgan ayol hech qachon bunaqa muomalaga ruxsat bermaydi va ana shuning uchun ham u ayol suyuladi, baxtli va yaxshi narsalarga arzitiladi turmush o'rtog'i tarafidan.
Va agar sizni yon atrofingizdagi insonlar sizni oxirgi o'ringa qo'yishayotgan bo'lsa, demak siz o'zingizni hammadan oxiriga qo'yasiz. Masalan, bozorga chiqqandayam spiska yozib hammaga kerakli narsalarni olasizda, farzandlarga turmush o'rtoq, uy ro'zg'or, hamma. Oxirida o'zingizga kerak bo'lgan bitta narsachani ham yozgan bo'lsangiz, o'shani ham keyingi safar olaman deb ketasiz. Mana shunaqa munosabatni atrofingizdagilar sizga takrorlashni boshlaydi. O'zini sevish qanaqa bo'ladi? Qanaqa qilib inson o'zini sevishi kerak degan savollarga man juda ko'p, uzoq yillar javob topolmaganman. Ya'ni o'zini sevish kimdir aytgan qimmat narsalar olish, chiroyli o'sha uhot qilish, makiyajlar qilib yurish deb aytishganda shunaqa qilishni boshlaganman va bu o'zini sevish ekanligi emas ekanligini anglaganman. O'zini sevish bu aslida umuman boshqa narsa. O'ziga komfort bo'lgan joyni topish. Komfort bo'lgan insonlar bilan suhbat qilish. Komfortni hayot yaratish. Va o'zini ko'ngliga qarash. Ya'ni siz chiroyli kremlarni surtganingiz bilan ichingizda masalan qayergadir borgingiz kelmayapti-da, lekin borishing shart, majbur, odamlar nima deydi bormasang deb o'zingiz majburlab o'sha yerga olib borsangiz, ana shu yerda siz o'zingizni sevmayotgan bo'lasiz. Va masalan mazali ovqat pishirdingizda yoki har xil bulochkalar pishirdingizda hammaga chiroyli yaxshilarini solib qo'yib, o'zingiz esa eng yomonlarini yedingiz. Mana shu yerda o'zingizni sevmadingiz. Lekin mana shu narsalar yig'ilib katta narsani yaratadi ichingizda. O'zini sevish bu aslida o'zingga nima yoqish, nima yoqmasligini bilish. Biza o'zimizni bilmaganimiz uchun nima yoqish, nima yoqmasligini va insonlarga ham ayta olmaymiz. Ularni ham mana shu narsa yoqadi, mana shu narsa yoqmaydi deb taklif qila olmaymiz. O'zimizni bilmaymiz. O'zini sevish bu o'zini o'rganish. O'zingizni o'rganishni boshlaysiz. Menga nima yoqadi, qanaqa munosabat qilishsa yoqadi, qaysi biri yoqmaydi deb va o'ziga yoqtirgan, yaxshi ko'rgan narsalari bilan shug'ullanish. Majburlab o'zi yomon ko'rgan ishga o'zingizni itarib olib borish bu o'zingizni sevmaslik hisoblanadi. Nimaga inson o'zini sevishi kerak? Bu dunyoda ba'zi bir qoidalar bor, qizlar. O'sha qoidani yechimini qilmaguningizcha, anglamaguningizcha siz o'sha pog'onada turaverasiz. Va o'zini sevish va hurmat qilish mana shu pog'onaning birinchi darajasi hisoblanadi. Ana shu pog'onada turgan ayollar O'zbekistonda juda ko'p, toki o'zlarini sevib anglamagunlaricha, qanaqa sevish kerak va sevishni boshlamagunlaricha atrofdan sevilmaydilar. Va hatto yoshlari katta bo'lsa ham ko'p insonlar menga yozadi, mani o'g'lim yaxshi ko'rmaydi, mani kelinim hurmat qilmaydi, mani turmush o'rtog'im yaxshi ko'rmaydi, hatto unaqa narsa bermaydi menga, hatto bunaqa narsa bermaydi deb. Va insonlarni siz bilan mana shunaqa munosabat qilishiga faqatgina o'zingiz sababchisiz. O'zingizni sevmagansiz va shuning uchun necha yoshga kirishingizni farqi yo'q, o'sha darajada turaverasiz. Toki inson o'zini sevishi va hurmat qilishi kerakligini anglamagunizcha ana shu yerda sevilmay turaverasiz. Kimlardir sevgini zo'rlik bilan olgisi keladi, kimdir unday qilib, bunday qilib, kimdir rahm keltirib olgisi keladi. Lekin birinchi bo'lib o'zingizni sevmaganingiz uchun atrofdagilarning nafratiga sazovor bo'lasiz. Bu hayot o'yin va o'yinning birinchi qoidasi mana shu o'zingni hurmat qilish va o'zingni sevishni o'rganishing kerak. O'zini sevgan ayollar qanaqa bo'ladi? Ular insonlar nima deydi ekan degan gapdan qo'rqmaydi, o'zini tanlaydi.
o'zini xotirjamligini, o'zini tinchligini tanlaydi. O'zini sevgan ayollar birovlarni muhokama qilib, kovlab o'tiravermaydi. O'zlarini maqsadi bo'ladi. Qarang, siz qanchalik go'zal, qanchalik hurliqo, figuralaringiz qanchalik chiroyli bo'lmasin, agar sizni hayotdan o'zingizni bir yonib turgan maqsadingiz bo'lmasa yashashdan, baribir turmush o'rtoq uchun siz qiziqarli bo'lmaysiz. Shuning uchun har bitta ayolni o'zini yaxshi ko'rgan narsalari, o'zi shug'ullanmoqchi bo'lgan, qiziqqan yo'nalishlari bo'lishi kerak. O'zi gapirmoqchi bo'lgan mavzulari bo'lishi kerak. Buni hammasi esa borib o'zingizni o'rganishga borib taqaladi. Qachonki siz o'zingizni o'rgansangiz, o'zingizni maqsadingiz bo'lsa, unaqa qilaman, bunaqa qilaman, o'zingizni rejalaringiz, o'zingiz shug'ullanadigan hobbilar, o'zingiz yaxshi ko'rgan ishlar bo'lsa, shunda sizni boshqa insonlar yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Va siz ayniqsa o'zingizni vaqtingizni qadriga yetsangiz, siz juda ham suyukli ayolga aylanasiz. Ya'ni bizda bilasizmi, ayollar qanaqa bo'lgisi keladi? Bizda qulay bo'lgisi keladi hammaga. Hamma narsa boshqa insonlar sizga qo'yib bergan chegaralarda, vaqtlarda bo'lishi kerak. Hammani ko'nglini olishga harakat qilamiz, hamma uchun qulay bo'lishga harakat qilamiz. Hamma uchun qulay bo'lgan inson o'zi uchun noqulay inson bo'ladi. Va qachonki siz o'zingiz bilan o'zingiz noqulay bo'lsangiz, demak buni atrofdagilar prosta sezishadi va sizga shunaqa munosabat qilishadi. Va nimaga atrofdagilar, xo'p, men o'zimni sevmabman, lekin boshqalar nimaga menga bunaqa munosabat qilishadi? Ular sevib munosabat qilishsa bo'lishadi-ku, to'g'rilikcha. Yo'q, siz to'g'rilikcha tushunmaganingiz uchun menga o'xshab ular shunaqa ozor berib munosabat qilishni boshlashadi. O'zlari anglamagan holda siz mana shu yechimni, mana shu videoda beradigan yechimimni izlab topishingiz uchun qanaqa qilsam sevilaman, nima qilsam meni yaxshi ko'rishadi degan savolga javob topishingiz uchun ozor berib munosabat qilishadi. Va mana shunaqa ozorda uzoq vaqt, işte 2-3 yil, undan ham ko'proq yashaganingizdan keyin oxiri shunaqa o'zingizni yaxshi ko'rishi, shunaqa hurmat qilishni boshlaysiz, unutasiz. Kimgadir yoqishim kerak deb harakat qilishni to'xtatasiz. Sen nimani xohlaysan? Nima maqsading bor? Senga birinchi hamma ayol mana shu udobni bo'lishga, yoqishga, hammani aytganini ana dumini likillatib turgan itdek hammani ko'nglini olishga harakat qiladi. Qilasiz. Baribir boshingiz devorga tegib, oxirida o'zingizni hurmat qilishni o'rganasiz, o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganasiz. Ana shunda atrofdagi insonlarning munosabati sizga o'zgaradi, hayratda qolasiz. Shuning uchun ko'p vaqtingizni cho'zib, menga o'xshab qiynalib yurishingizni xohlamadim. Bu ma'lumotni mana shunaqa osonlikcha sizga tushuntirib beryapman. Va mana shu video har bitta o'zbek ayoliga kerakligini juda ham bilaman. Chunki opalarim, tanishlarim, qo'shnilar, dugonalarim, bilaman ularning hayotini, qanaqa yashashadi. Ko'plar уже o'sish bo'lyapti. Ancha O'zbekistonda ayollar o'zini hurmat qilishi, o'zi yoqtirgan sohada ketishi, qo'rqmasdan xohlagan narsalarni ayta olishni o'rganishyapti. Va lekin baribir ham ko'p judayam udobni bo'lishga, hammani ko'nglini olishga, qulay bo'lishga, xo'p, nima qilay, yana nima qilib beray sizlarga deb yashashga harakat qiluvchi, boshqalarning ko'nglini olishga umrini sarflayotgan ayollar judayam ko'p. Va siz hech qachon boshqalarga butkul yoqa olmaysiz, butkul ko'nglini ola olmaysiz boshqalarni. Baribir anglaysizki, yagona ko'nglini olishim kerak bo'lgan zot bu yaratgan ekan. Yaratgan esa to'g'ridan to'g'ri sizni qalbingiz bilan
gaplashadi. Masalan, Alloh siz orqali bu dunyoda nimadir ishni, nimanidir yaratmoqchi bo'lsa, u qalbingizga jo'natadi-da o'sha xohishi. Siz boshqalarni emas, ularga nima yoqishini emas, o'zingizga nima yoqishini o'rgansangiz, shunda yaratgan bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabat o'rnatgan bo'lasiz va o'sha qalbingizga yoqqan narsani qilishni boshlasangiz, yaratganni aytganini qilishni boshlaysiz va ana shunda o'zingizni sevishni boshlaysiz. Mana shu sevgi o'zingizga bo'lgan hurmat hisoblanadi. Shunda atrofdagilar sizga chiroyli munosabat qilishni boshlaydi, sizni eshitishni boshlaydi, sizni ko'rishni xohlashadi. Siz bilan suhbat qilgisi keladi, yaqin bo'lgisi keladi. Ana shu eng sirli bo'lgan moment hisoblanadi. Siz baribir hammani orqasidan mana bunaqa qilib xuddi yalinib, yaxshi ko'ring mani deb charchaysiz. Foydasi yo'qligini bilasiz, boshingiz devorga tegib, oxiri baribir o'zingizga qaytasiz va o'sha insonlar atayin shunaqa munosabat qilishadi, o'zlari anglamagan holda. O'zingga qayt, o'zingni ko'r, o'zingni o'rgan, o'zingni bilsan nima xohlashingni degan ma'noda mana shunaqa yomon munosabat qilib berishadi. Aslida shunaqa munosabat qiladigan ustozlar, u insonlar bizani ustozimiz. Shuning uchun qizlar, o'zingizni yaxshi ko'rmoqchimisiz? O'zingizni o'rganing. Nima xohlayapsan? Nima qilish yoqadi? Sizga mavzuni tushuntirayotganim zaryadim o'chib qoldi. Zaryadkaga qo'ydim va qizlar, tushundingiz-a? Glavniy tushundingiz-a, nima qilish kerak? O'zingizni yaxshi ko'rishingiz kerak. O'zingizni hurmat qilishingiz kerak. Agar tasavvur qiling, sizning qizingiz mana shu sizni hayotingizda yashayotgan bo'lsa, unga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Baxtli bo'lish uchun, suyukli bo'lish uchun ana shu maslahatlarga o'zingiz amal qiling. Tasavvur qiling, shiringina, chiroyli, aqlli qizingiz shunaqa katta qildingiz-da, hozir siz bilan bor muammolar unda bor. Unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Sog'lig'ini asrash uchun, masalan, o'zini o'sha jertva holatiga qo'yib, hamma ishlarni qilib, shunaqa charchab, kasal bo'lib qoladigan darajada ish qiladigan ayollarni bilaman. Majburlab o'zini yaxshi ko'rish uchun, yoqish uchun va qizingizga vaqtida ish qil, vaqtida damingni ol degan maslahatni bergan bo'lardingiz, adashmasam. Va o'zingiz nimaga shu narsaga amal qilmaysiz? Siz nimaga amal qilmaysiz? Siz ham kimnidir suyukli qizisiz, mana shunaqa asrab, avaylab katta qilishgan. Siz ham qo'l, xizmatkor, kimdir emassiz. Tushunyapsizmi? Siz ichingizda o'zingizni kim deb o'ylab yashasangiz, insonlar shunaqa munosabat qiladi. Xullas, ichingizda o'zingizni men hurmatga loyiq ayolman. Vaqtida ishimni qilaman, vaqtida dam olaman, vaqtida ma'naviy hordiq olaman, chiqaman, teatrlarga boraman, chiqaman, do'kon aylanaman kelsa, sog'lig'imga qarayman, suyukli ayolman deb ichingizda o'ylasangiz, siz suyukli ayolga aylanasiz. Men bu uyda xizmatkorman, hamma meni yomon ko'radi. Hammani xizmatini qilsam ham hech kimning ko'nglini ola olmayman desiz, battar shunaqa munosabat qilishni boshlashadi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, mana shu shaxsiy chegarani qo'yish uchun nimalarga borish kerak bo'lmasin, boring, qiling. Qo'rqib o'tirganingizda mana shu hayot davom etadi yana. O'zgarmaydi. Siz o'zgartirasiz. Siz o'zingizni hayotingizni o'zgartirasiz. Hammani o'zini hayoti o'zini qo'lida. Jertvani yashamang, odam yasamang. Odamlar nima deydi? Unday bo'lsa nima bo'ladi? Bunday bo'lsa nima bo'ladi deb bir xil mana shu ayollarga bo'lib kelayotgan bosimni saqlab qolishga harakat qilmang. Agar siz qo'rquv bilan ketayotgan bo'lsangiz, siz shayton bilansiz. Shuni unutmang. Va nima qilsam suyukli bo'laman degan savolingizga, o'zingizni sevsangiz, dunyo sizni sevadi. O'zingizni eshitsangiz, dunyo sizni eshitishni xohlaydi.
o'zingizga eng yaxshi narsalarni ravo ko'rsangiz, boshqalar ham sizga eng yaxshilarini ravo ko'radi. Mana shu katta insonlarni kuzatamanda, masalan, farzandlari qadrlamay, yomon munosabat qiladigan oilalarni bilaman. Bir xil ota-onalar qattiqqo'llik bilan bolalarini aybdorlik hissi bilan bo'ysundirishga harakat qiladi. Bir xil ota-onalar shunchaki farzandlari tarafidan suyukli, prosta hech nima talab qilmaydi, lekin bolalari yaxshi ko'radi, qo'llaridan o'padi. Sababi o'sha ota, o'sha ona o'zini hurmat qiladi, o'zini yaxshi ko'radi, ya'ni fido qilmaydi hech kimga. Bolalariga ham fido qilmaydi, o'zi uchun yashaydi. Siz baxtli bo'lsangiz, shundagina farzandlaringiz baxtli bo'ladi. Faqatgina baxtli onani farzandlari qanaqa qilib baxtli bo'lish kerakligini biladi. Men baxtli bo'lmasam, mayli, farzandlarim uchun yashayman, farzandlarim baxtli bo'lsin deb adashasiz. Baxtsiz onaning farzandlari baxtli bo'lib yasha olmaydi. Ya'ni onasi baxtsiz, har kuni yig'lagan, kaltak yegan bo'lsa-da, farzandlar shuni ko'rib ular baxtli bo'lmaydi. Baxtli ayolga aylaning ichingizda va siz baxtli bo'lishingiz uchun nimalar xalaqit beryapti va nimalar yetishmayapti ajratib oling. Xalaqit berayotgan narsalarni yon atrofingizdagi insonlarga tushuntiring. Mana shu narsa xalaqit beryapti menga va nimalar meni baxtli qiladi? Qanaqadir yangi ish bilan shug'ullanishim, qaysidir kitobni o'qishim, sayr qilishim, atrofimni ozgina tozalab qo'yib, go'zal tutishim, uy joyi o'zingiz uchun. Nima baxtli qiladi? Yozing, o'sha ish bilan shug'ullaning, kitob yozgingiz kelayotgandir, qanaqadir pishiriq sexlari ochgingiz kelayotgandir, tikish qilgingiz kelayotgandir, nimalardir yasagingiz, gullar yaratgingiz kelayotgandir. Ana shu ishlarni qiling. Baxtli bo'ling ayollar, azizlarim. Ayollarni shunaqa yaxshi ko'raman. Shunaqa ayol zotini juda ham yaxshi ko'raman. Chunki fidokorlik ko'p bizda. Umuman o'zimizni fido qilamiz ba'zan. Yo'q. Fido qildingizmi, bo'ldi, oxirigacha fido bo'lib qolasiz. Bolalaringiz ham hammasi tashab o'z-o'zi bilan bo'lib ketadi. Baribir qo'rqqan narsangiz bilan qolasiz. O'zingizni fido qilyapsiz, mana shu bolalarim erta menga qaraydi deb, yo'q. Nabarotiga bo'ladi. Ya'ni qarang, biz bu dunyoda nimalargadir ishonib yashaymizda. Farzandim meni qaraydi qaraganimda, yoki unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Bu dunyoda siz ishonib yashagan narsalar barchasi sizni tark etadi. Eslab qoling, kimga qattiq suyansangiz, kimni qattiq yaxshi ko'rib, o'shani deb qo'yib yubora olmaydigan darajaga yetsangiz, o'sha narsalar sizni tark etadi. Farzand bog'lanish mumkin emas bu dunyoda hech nimaga. Qattiq bog'langan narsalaringiz sizni tark etadi. Nimaga? Sababi bu dunyoning qoidasi shunaqa. Bog'lanish mumkin emas. Bu dunyoda faqatgina yaratganga bog'lanish mumkin va yaratgandan o'zgaga qattiq bog'langaningiz uchun ham yaratgan u insonni sizdan uzoqlashtirib yuboradi. Siz anglashingiz kerak. Yaratganga bog'lanish kerakligini tushunishingiz kerak. Va yaratganga bog'lanish qanaqa bo'ladi? U o'zidan so'rash, nima qilmoqchisan? Nima yaratmoqchisan? Va hammamizda mana shu ichimizda Alloh nimadir qilmoqchi bo'lgan ishimizni solib qo'yadi-da. Ana shu narsalar bilan shug'ullanish, o'zingizni o'stirish haqida o'ylash kerak. Bolalar ham tug'ildi, to'g'ri tarbiya bering, to'g'ri yo'nalish bering va qo'yib yuboring hayotga. O'ssin, o'rgansin, qoqilsin, boshi devorga tegsin. Lekin siz o'zingizni qanaqa qilib xursand qilish, qanaqa qilib baxtliroq bo'lish, qanaqa qilib rivojlanish haqida o'ylang. Mana shu haqiqiy o'zini sevish. O'zini sevish bu o'ziga yaxshi narsalarni ravo ko'rish, o'zini vaqtini qadriga yetish, hamma uchun qulay bo'lmaslik, hammani ko'nglini olishga harakat qilmaslik, o'zi nima yoqadi, o'zi nima yoqmaydi, nima yoqadi o'ziga ajratib olish.
Qizlarjonlar, yana aytgancha meni Telegram kanalim bor. Mana shu yerda nomini qoldiraman yoki kommentariyaga ham qadab qo'yaman. Bemalol meni kanalimga kirib, savollaringiz bo'lsa berib, yana mana shu mavzuni davom ettirishimiz mumkin. Bu mavzuni barcha opa-singillaringizga, dugonalarga jo'nating. Ularga ham foydali bo'lsin. Bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, degan anglash bergan bo'lsa, shu savolingizga yechim topolmayotgan bo'lsangiz, foydali bo'lgan bo'lsa, kerakli bo'lgan bo'lsa, men niyatimga yetibman. Siz esa bitta like bosib yoki kommentariya yozib qo'ysangiz, men albatta hamma kommentlarni bittalab tushib o'qib chiqaman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.